Moshenniklar to'g'risida gaplashamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? O'zim do'stim hikoyasini aytib bermoqchiman, ehtiyot bo'lishinglar uchun. Tak, qanaqa bo'ldi? Internetdan pul topish mumkin, oson yo'llari juda ko'p. Mana shunaqa yo'lini topib, osongina 10 gektarlik hayvonot qo'lini sotib olib, o'zingiz shahar sentrdan katta uy qurishingiz mumkin. Bu uchun nima qilinadi? Telegram bot bor, Telegram botdan ro'yxatdan o'tasiz va o'ta stavka qilasiz. Pul ozgincha qo'shasiz, ko'p qo'shasiz, ozgincha qo'shasiz, ko'p qo'shasiz. Ketma-ketligini to'g'ri baland-past qiladigan bo'lsangiz, dohodingiz oshib boradi. Shunaqa qilib, men do'stim rossiyalik nima qildi? Shunaqa qilib 50 ming rubl ishlab oldi. Bu virtualniy pul, bu mashu programmaning ichidagi pul. И bu yerda uni, конечно, organizatori bor. O'zini organizatordan mana shu pulni chiqazib olmoqchiman deganda, chiqazib olishi mumkin. Mana shu summa 100 ming rubl bo'lganida deyapti. 50 ming rubl уже ichida bor. 50 ming rubl chiqazib olish kerak va bu uchun aniq bitta talab. Yana 50 ming rubl ichiga tashlash. Mana shu 50 ming chiqazib olish uchun yana 50 ming rubl tashladi va shu bilan mana shu plashatkaga umumiy hisobda 100 ming rublim bor. Hozir chiqazib olaman degan joyda уже uni chorniga tiqib tashlashdi. Hech kim javob bermayapti. U aytgan platforma ham yo'q. Mana endi qiziq savol. Bundan oldin biz u bilan gaplashganimizda men aytdim unga. Sen aytayotgan platformang bu biznes hech qayerda yo'q. Internetda yo'q, o'zining sayti yo'q, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tganmi yo'qmi, bilmaysan buni. Nega bunga ishonyapsan? Nimaga sizlar ishonmaysizlar bunga? Oson yo'l bilan 50 ming rubl shotida turibdi. 50 ming rubl. So'mda bilmayman, keling so'm misolda aytamiz 50 million. Platformani o'rganib oldi, stavka qilishni o'rganib oldi, pul aylantirishni o'rganib oldi va o'zining ichidagi pulni o'ziga tiqib yotibdi. При этом уже boshida platformaga boshlash uchun 300 ming so'm bergan bo'lsa, tekshirib ko'rish olmasa endi. Mana shu summa hozir 50 millionga chiqdi bir haftada. Hamma oson daromadni xohlaydi. Shu sababdan u ham mana shunga ishonadi. Bunga farqi yo'q hozir. Men aytamanmi, 10 ta odam aytadimi? Bular yolg'onchi. Yo'q. Buni foydasi mana shu 50 million so'm. Va mana shu oson daromadga erishish uchun yana 50 million so'm tashlaydigan bo'lsa, bu tashiydi. Umumiy hisobda 100 million pulini chiqazib olgan. Ana o'sha ehtiyojini qoldirgan. Misol o'zgartiramiz. Platformada mana 50 million puli bor va unga sudlik bilan pul kerak bo'lib qoldi. Nima uchun? Bu do'stimni otasi pensioner, uyda o'tiradi, ishlamaydi, guruh nogironi. Onasida porok servis, u ham ishlamaydi. Oldida yana kichkina singlisi ham bor, uzatish kerak. Bitta boquvchi o'zi bo'lib turibdi. Конечно, pensioner puli keladi, invalidность puli tushadi. U nima bo'ladi? Uy rasxodlariga xarajatlar juda ko'p. Va mana shu paytda porok servis уже operatsiya talab qildi va unga pul kerak. Zakonniy pul kerak, katta summa kerak. Mana shu platformadan pul chiqazib olishim kerak degan joyida yana pul qo'shing, sразу chiqazib olasan degan organizator gapi bor. Plus yana bunga pul tashsa yana bonusi ham oshadi. Bu degani men hozir bu 50 millionimni chiqazib olaman, uni ustiga yana 3-4 million qo'shib berar ekan. Vigida foyda. Hamma foydani xohlaydi. Xuddi shunaqa misolda hozir ko'pchilik bor. Nima deyapti? Meni kursimda o'qigin, boyib ketasan. Hozir puling yo'q, chunki sen o'zingga mana shu narsaga ruxsat bermayapsan. Sen pulni o'zingdan qizg'anyapsan, dunyo sendan qizg'anyapti. Hozir meni kursimda o'qish uchun sen 15 million pul topa olmayapsan. Qarz ol, kredit ol, pul tiqqin. Mana shu pulni 1000 barobar qilib chiqazib olasan. Mana manipulyatsiya, mana foyda. Odamlarga foyda beryapti. Buni ko'rgan, buni eshitgan odam to'g'ridan-to'g'ri nimani tushunadi? 1000 barobar deganda. Hatto 15 million tiqadigan bo'lsam, bunga 10 barobar ko'paytiradigan bo'lsam, bu уже 150 million bo'lar ekan. Mana bitta foyda. Mana shu foydani ishonib, mana shu manipulyatsiyaga uchib, mana shunda qo'lga tushadi. O'sha pulni topadi. Xuddi shu do'stim ham o'sha 100 million qilganingda buni chiqazib olasan degani. Kredit oldi 50 million va ana o'sha platformaga yana 50 million pul tashadi. Oqibatda bor pulni yo'qotdi. Kursini sotayotganlarda ham shunaqa narsa. Odamlar nimalardir sizga o'rgatadi. Pullarga ochilasan, как hozir mana bu yerga 100 ming tiqsang, 200 ming qilib chiqazib olasan, 500 ming bo'ladi foyda. Odamlar foydani aytib, sizlarni manipulyatsiya qiladi. Mana shunaqa manipulyatsiya savdoda qanaqa ishlatiladi? Masalan, erkak kishi sizlarga bu narsa sotmoqchi. Siz erkak kishi misolda, sizlar menga sotyapti, men bitta aytaylik, misol bor, sotuvchi. Telefonda gaplashyapmiz, menga narsasini sotmoqchi, pilisos aytdi. Pilisos emas, kelinglar sog'liq masalasiga o'tib keta qolamiz. Sog'liq masalasida men qanaqadir dori olib ichishim kerak, bu oyoqlarimni yaxshi qiladi, meni ozdiradi. Sportivniy qilib kuchga to'ldirtiradi. Soch qalinlashar, soqolim o'sar. Itu dorining narxi 10 million. 10 million kichkina summa emas. Kimdir bitta oyligi, kimdir ikkita, kimdir 3 oylik puli bu. Bunda nima bo'ladi bu tomondan? Bo'ldi, men maslahatlashib ko'ray, o'ylab ko'ray deydigan bo'lsam, siz erkak kishisiz-ku.
Oilani boshlig'i sizku, siz hal qilishingiz kerak buni. Nima qilasiz ular bilan maslahatlashib, uyingizdagilar bilan? Uje erkak kishisiz, o'zingiz boshliq bo'la olasiz, o'zingiz qaror qabul qila olasiz. To'g'rimi? Eting, oling, o'zingizdan qizg'amang. Hop, qimmat pul deb. Mana kredit oling, zato sog'lig'ingizga qancha foydasi bor deb dalchi-davi chiqaverishadi. Mana endi ayol kishi misolida qilamiz. Ayol kishiga qanaqa manipulyировать qilishadi? Men aytaman, ayol kishi men ularga bu narsa sotishim kerak bo'lsa. Неужели eringizdan shu pulni ola olmaysiz? Ayol kishi nima qirqda tuyaga yuk bo'ladi deyshadi. Davay ko'ndiring, siz turing, eringizdan o'sha pulni olasiz. Nima bo'ladi? Ayol kishi ham uchadi, erkak kishi ham uchadi. Yo'q puli bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu pulni kerak bo'lsa qarz olib topadi, yoki kredit olib topadi. Manipulyatsiyada bu yerda foydani manipulyировать qilishyapti. Undan tashqari boshqacha manipulyatsiya ham bor, bu ko'proq oilaning ichida, masalan, o'g'ilga nisbatan. "Men yaxshi ko'rsam mashina qilasan. Meni onam desang, mana shu qizga uylanasan." Yoki-da meni otam deydigan bo'lsang, как alohida chiqib ketmaysan, deyiladi, boshqa qanaqadir ustanovkalar qo'yiladi. Ограждениyalar qo'yiladi. Masalan, otam desang, onam desang, men bilan yashaysan. Otam desang, onam desang, mana shuncha pulni topib olib kelasan. Bu hammasi manipulyatsiya. Bu manipulyatsiyadan qanaqa chiqish mumkin va qanaqa to'g'ri bunga yondashish mumkin? Bu yerda qanaqa qilib ayblamasdan chiqib ketish mumkin? Mana bu qiyin savol. Telegram kanalda mana shu to'g'risida alohida gaplashamiz, audio xabarda. Men o'tda aniq sizlarga aytib beraman, ota-ona tomonidan mana shunaqa shart qo'yiladigan bo'lsa, bunga qanaqa munosabat bildirish kerak oila muhitidagi ekologiya buzilmasligi uchun. Telegram kanalimda kutib qolaman.